ekan bitta. 25 kilo vez tashlagan insonni eshitganmisiz? Shaxsan menda bu. Hijom orqali. Hijom. Men unga ozdiramanni qilmaganman. Umuman u xayolimda u ham ozish uchun kelmagan umuman. Bosh og'riqlar eng qisqa. Hijom qilganimiz shunday bir hafta siygan. Mana erkak kishi endi yosh katta bo'lsa aytaman. Yoshlari katta, 55-56 yoshli odam. Bosh og'rib kelgan, bosh ma'lumot rahmatli degan, sral boshini sochlar olib kelganda 12 ta hijom qilgan. Qat'iy qilgan. Davleniga ta'sir qiladigan yuragiga, bir ikki tochkalariga, ko'pchikka, ko'chkasiga, boshga qilgan. Bu chiqarib olgan. U ham ozaman kelgan. Men ham ozdiraman hijom qilmagan. Mana oldindan zo'r chiqqan, 6 odamga telefon qildim. Rahmatulloh, qaytasan bolang yaxshimisan? Mahalladan odamlar. Nima bo'ldi desam, ya shu hijom oladigan paytim kelib qoldi. Bunda chiqsam, nimadir o'zgarish sezmadingmi menda? Nima qildim? Endi 6 oy oldin qilgan. Yo'q desam, 25 kilo vez tashlab oldim. Rasmni ko'rsatdi. Mana hozirgi holatim. Qildi. Nima qildingsan? Hech narsa qilmadim, o'zing qilding edi. Nima qildim dog'ni? Ana qildi, ajablar. Hijom qildik, bir hafta qatnadim. Bir hafta shu darajada tualetga qatnagan, mana yuradi, bitada kelib qoladi. Ayollar tozalab bitada kelib qoladi, xuddi sevoraman. Yetib borish yaxshi qiyin bo'ladi. Xuddi ishtonimni sevoraman deb shunda tualetga boraman, mazza qilib sevaman deydi, yana boray. Har yarim soatda bir hafta qiynaldim deydi. 25 kilo vez tashlab oldim. Endi urolga boraman deyotgan paytimda siyish to'xtadi. Ishonmadim, shunday qilmadim deydi. Men nima demoqchiman? Nafaqat qarz. Butun mana shu gormonal narusheniyga ishlash funksiya o'zi hijom mazurlikda bitta. Gormonal narusheniy joyiga keltirish. Mana ko'pchiliklarga qonun olib tashlab bo'ldi, davleniy tushadi. Yo'q, ishoning butun sistemaga ta'sir qiladi.